Xitoy virus sababli dunyo miqyosida ehtiyoj oshgan qo'rg'uvchi yuz maskasining ta'minlash zanjirida oldingi qatordagi davlatlardan biri bo'lgan Xitoyda hukumatning qo'llashidagi shirkatlarning maska ishlab chiqarishida Uyg'urlarni majburiy emgak kuchi o'rnida ishlatganligi o'ttirg'a qo'yildi. New York vaqt gazeti bir qism Xitoy ishlab chiqarish korxonalarining Uyg'urlarni majburiy emgak silayotganligini o'ttirg'a chiqadi. Mutaxassislar bu yerlarga taqsim qilingan Sharq Turkistonliklarning o'z irodasi sirtida majburiy ishlaydiganligini ta'kidladi. Xitoy davlat tibbiy buyumlar idorasining ma'lumotlariga asoslanganda, Wuhan virusi yuqumidan burun Sharq Turkistonda faqat 4 shirkat tibbiy qo'g'dug'uchi uskuna ishlab chiqaradigan bo'lib, 20-iyunda bo'lsan 51 ga yetgan. Davlat matbuot xabarlari va hukumatning sonliq ma'lumotlari ustida tekshirish elib borgan New York vaqt gazeti bu shirkatlardan oz deganda 17sining emgak kuchi yetkash turiga qatnashganligi aniqlangan. Shirkatlarning bir qismi ishki bozorga mahsulot ta'minlaydigan bo'lib, boshqa shirkatlar Uyg'urlarni ishiltib turib, dunyoning har qaysi joylariga eksport qilgan. Bulardan New York vaqt gazeti izqolab tekshirgan Xubey o'lkasidagi bir tibbiy shirkatga 100 Uyg'ur emgakchi taqsimlangan bo'lib, bu shirkatning Amerikaning Georgiya shtatidagi bir tibbiy shirkatga maska eksport qilganligi o'ttirg'a chiqqan. Amerika Savdo ministri Wilbur Ross Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarshi qilingan kishilik huquq tajovuzchiliklarga chetishliq 11 Xitoy shirkatini embargo tizimligiga kirgizganligini e'lon qildi. Minister Ross, bugun biz chiqargan qarorimiz orqali Amerika mollari va texnikasining Xitoy Kommunist partiyasining qo'g'dinish iqtidori bo'lmagan musulmon oz-sonliqlarni bostirishida ishlatilishining oldini oldik dedi. Amerika Savdo ministri Ross bu haqda e'lon qilgan yozma bayonotida Uyg'urlarga qartilgan bostirish, keng ko'lamli tutqun qilish, majburiy emgak silish, biologiyalik uchurlarni to'plash qatorliqlarda qo'li bor bo'lgan Xitoy shirkatlarini aniqlab chiqqanligini bildirdi. Amerika Savdo ministrligi bu yil 22-may Sharq Turkistonda Uyg'urlarning kishilik huquqiga daxl-tarz qilishga chetishliq 9 Xitoy shirkat va organni embargo tizimligiga kirgizgan. Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab Xitoyning Hong Kong alayda ma'mur rayonida chiqargan davlat bexatarlik qonuni sababidan Hong Kong bilan o'tkazib berish kelishimini muddatsiz to'xtatadiganligini e'lon qildi. Raab Avam palatasida so'z qilib, o'zlarining Hong Kong bilan o'tkazib berish kelishimini darhol to'xtatadiganligini, bu qarorning Xitoy siyosatiga muvofiq va teng darajada berilgan javob ekanligini aytdi. Hong Kong alayda ma'mur rayonida davlat bexatarlik qonuni yo'lga qo'yilgandan keyin Raab Xitoy Angliya birlashma xitobnomasining aniq va ig'ir darajada xiloflik qilganligini, shundaqla Xitoyning yana xalqaro majburiyatiga xiloflik qilganligini aytdi. Raab yana Hong Kongda yuz bergan ishlar va Uyg'urlarga qartilgan besim siyosatidan qattiq andish qildiganligini aytdi. Londondan kelgan bu cheklash 2015-yili ayni vaqtda bosh ministr David Cameronning Xitoy Angliya munosabati oltin davr deb atishining tarixga aylanganligini ko'rsatgan yana bir qadam bo'ldi. Xitoy Angliyaning qo'yi uskunlarini ishlatmaslik va Hong Kong bilan o'tkazib berish kelishimini bekor qilish qaroriga qarshi ekanligini bildirdi. Qozog'iston va O'rta Osiyodagi boshqa davlatlarda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni davomli oshayotgan bo'lsa-mu, ammo ommaning yetarli tibbiy va davolash yordamiga erishamaydiganligi o'ttirg'a chiqdi. O'rta Osiyo davlatlarida bo'libmi Qozog'istonda hukumatning Wuhan virusiga qarshi turishda ommani kerakli bo'lgan tibbiy aslaha va mulozimatlar bilan ta'minlanmaganligi o'ttirg'a qo'yildi. İctimai taratqularda tarqalgan uchurlarga qaraganda, bu davlatlardagi boylar va savdogarlar tibbiy yordam, davolash va boshqa masalalarda xalqni qo'llab kelgan. Qora dengizda Ukraina Amerika birlashma harbiy manevri dengiz shamoli 2020 boshlandi. Ukraina davlat mudofaa ministrligi e'lon qilgan yozma bayonotda manevrga Amerikadan boshqa Turkiya, Fransiya, Norvegiya, Ruminiya, Bulgariya, Gruziya va Ispaniyadan kelgan 2000 ga yaqin askarlarning qatnashganligi bayon qilindi.
Manövrga 20 dan ortiq urush paraxodi, aeroplan va tik uchar aeroplanlarning qatnashganligi, Xitoy virusi yuqumi sababli manövrning faqat dengiz va havo qismlarida elib berilganligi ta'kidlandi. Bayonotda dengiz shamolining maqsadi Qora dengiz rayonining muqimligi va bexatarligi kafolat qilish deyilgan bo'lib, manövrning 7 kun davomlashadiganligi bildirilgan.